Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men sizlarga pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim, shoshilinch va e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan masalani tushuntirib beraman. Bu xabar faqat bitta ikkita odamga emas, pensiya olayotgan har bir fuqaroga, ayniqsa bank kartasi orqali pensiya oladiganlarga nogironlik pensiyasi, yoshga doir pensiya, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilarga bevosita tegishli. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato sabab pensiya kechikishi, qayta hisob-kitob noto'g'ri bo'lishi yoki firibgarlar tuzog'iga tushib qolish xavfi bor. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya oladigan tanishlaringizga yuboring. Men bugun masalani oddiy tilda tushuntiraman. Avvallari pensiya masalasida ko'pchilik faqat mahalla, bank yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga borib aniqlik kiritardi. Hujjat yetishmasa, ma'lumot noto'g'ri bo'lsa yoki to'lov kechiksa, odamlar ko'pincha o'zi hal bo'lar deb kutib yurardi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Pensiya to'lovlari, bank kartalari, shaxsiy ma'lumotlar, yashash joyi, ish staji, qo'shimcha imtiyozlar va qayta hisob-kitoblar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Demak, avvalgidek faqat og'zaki gapga ishonib yurish mumkin emas. Har bir pensioner o'z ma'lumotlari to'g'ri kiritilganini, pensiya turi, miqdori va to'lov usuli to'g'ri ekanini tekshirtirish kerak. Eng asosiy o'zgarish shundaki, pensiya masalasida aniqlik va hujjatlarning mosligi juda muhim bo'lib qoldi. Masalan, fuqaroning pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, lekin bankda yoki pensiya jamg'armasi bazasida eski ma'lumot turgan bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Yoki pensioner yashash manzilini o'zgartirgan, boshqa tumanga ko'chgan, lekin bu haqda tegishli joyga ma'lumot bermagan bo'lsa, keyinchalik pensiya faylini ko'chirish, qayta tekshirish yoki hujjat so'rash holatlari yuzaga keladi. Men ko'p kuzatganman. Odam pensiyani ola olmay qoladi. Keyin sababini surishtirsa, masala katta muammo emas, oddiy ma'lumot yangilanmagani bo'lib chiqadi. Lekin shu oddiy narsa odamni bir necha kun yoki haftalab ovora qiladi. Kimlar albatta xavotir olib, darhol tekshirtirishi kerak. Birinchidan, oxirgi oylarda pensiya miqdori o'zgargan, lekin nega o'zgarganini tushunmaganlar. Masalan, bir pensioner har oy 1.800.000 so'm olayotgan edi. Keyingi oy 1.600.000 so'm tushdi. U bank ushlab qoldi deb o'ylashi mumkin. Aslida sabab turlicha bo'lishi mumkin. Ortiqcha to'langan summa qaytarilishi, hujjatdagi tuzatish, qo'shimcha to'lovning tugashi yoki boshqa texnik holat. Bunday paytda taxmin qilish emas, pensiya jamg'armasidan yozma yoki rasmiy izoh olish kerak. Ikkinchidan, bank kartasi muddati tugayotgan yoki yangi karta olgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi shart. Ko'pchilik karta yangilansa, pul o'zi tushaveradi deb o'ylaydi. Ba'zan shunday bo'ladi, lekin har doim ham emas. Agar karta raqami, hisob raqami yoki bank filiali o'zgarsa, pensiya jamg'armasidagi to'lov rekvizitlari ham mos bo'lishi kerak. Masalan, ona 73 yoshda pensiyasini har oy kartadan oladi. Farzandi unga yangi karta ochib berdi, eski karta yopildi. Lekin yangi karta ma'lumotlari pensiya to'lovi tizimiga yetib bormadi. Natijada keyingi oy pul tushmaydi. Bank bizda yo'q deydi. Pensiya jamg'armasi to'lov jo'natilgan deydi. Pensioner esa ovora bo'ladi. Shuning uchun yangi karta olsangiz, albatta bankdan hisob rekvizitlarini olib, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki belgilangan rasmiy xizmat orqali ma'lumotni yangilang. Uchinchidan, ishlayotgan pensionerlar ham e'tiborli bo'lishi kerak. Ayrim odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham mehnat faoliyatini davom ettiradi. Bu qonun bilan taqiqlanmagan, lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozlar bo'yicha shartlar bo'lishi mumkin. Masalan, bir kishi pensiya oladi va shu bilan birga maktabda qorovul bo'lib ishlaydi. U o'zini oddiy ishchi deb biladi. Lekin ish beruvchi ma'lumotlarni elektron tizimga qanday kiritgani, ijtimoiy soliq va mehnat shartnomasi to'g'ri rasmiylashtirilgani keyingi hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Shu sabab men ishlayapman, lekin pensiyamga aloqasi yo'q deb beparvo bo'lmaslik kerak. To'rtinchidan, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar tibbiy ko'rik, nogironlik muddati, komissiya qarori va hujjatlar sanasiga alohida qarash kerak. Agar nogironlik muddati uzaytirilishi kerak bo'lsa, hujjatni oxirgi kunga qoldirmang. Misol uchun, nogironlik muddati 1 iyunda tugaydi, fuqaro esa 10 iyunda ko'rikdan o'tishga harakat qiladi.
shu oradagi to'lov masalasi kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin to'lov tiklanishi ehtimoli bor. Lekin odamga shu davrda pul kerak bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, tibbiy komissiya, ma'lumotnoma, ID karta va pensiya hujjatlari sanasini oldindan tekshiring. Endi kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz har oy bir vaqtda tushayotgan bo'lsa, karta va pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, hech qanday qo'shimcha hujjat talab qilinmagan bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin bu umuman tekshirish shart emas degani emas. Kamida bir marta o'z pensiya miqdoringiz qanday hisoblangani, ish stajingiz to'liq inobatga olinganmi, qo'shimcha ustamalar bormi yoki yo'qligini bilib qo'yganingiz yaxshi. Chunki ba'zan odam yillar davomida kamroq pensiya olib yurganini kech bilib qoladi. Hujjat topilsa, ayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Hamma narsa aniq dalil va rasmiy hujjatga bog'liq. Men sizlarga hayotiy misol keltiraman. Bir ota 35 yil ishlagan, lekin pensiyaga chiqayotganda eski zavoddagi 6 yillik staji hujjatda to'liq ko'rinmagan. U baribir bo'ldi, pensiya chiqdi-ku deb yuravergan. Keyin farzandi arxivdan ma'lumot olib kelgan. Eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar tasdiqlangan. Shundan keyin pensiya qayta ko'rib chiqilgan. Agar u odam vaqtida harakat qilmaganda har oy ma'lum miqdorda kamroq pul olib yurishi mumkin edi. Shu yerda muhim xulosa bor. Pensiya faqat yoshga qarab berilmaydi. Unda ish staji, ish haqi, qonundagi me'yorlar, imtiyozlar va hujjatlarning to'g'riligi katta rol o'ynaydi. Yana bir misol, bir ayol boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa oladi. Farzandi o'qishda davom etayotgan bo'lsa, ayrim holatlarda ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov masalasida uzilish bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha maktab yoki institut o'zi yuboradi deb o'ylaydi. Lekin men bunday masalada hech qachon faqat boshqalarga suyanmaslikni maslahat beraman. Rasmiy ma'lumot topshirilganmi, qabul qilinganmi, tizimda ko'ringanmi? Buni tekshirtirish kerak. Endi eng xavfli nuqtaga o'tamiz. Firibgarlik. Pensiya jamg'armasi nomidan qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz oshirildi, kompensatsiya olasiz, kartangizni tasdiqlang. SMS kodni ayting. Plastik kartangiz bloklanadi deb aldash holatlari ko'paygan. Men buni alohida urg'u bilan aytaman. Hech qachon hech kimga bank kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, orqa tomonidagi kodni, SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini aytmang. Haqiqiy davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bilingki, bu xavfli belgi. Masalan, pensionerga telefon bo'ladi. Sizga pensiya jamg'armasidan 5000 so'm qo'shimcha to'lov chiqdi. Hozir kartangizni ulab beramiz, SMS kodni ayting deydi. Pensioner ishonib kodni aytadi. Bir necha daqiqada kartadagi pul yechib olinadi. Keyin isbotlash, qaytarish, ariza yozish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun men barcha farzandlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangizga tushuntiring, telefoniga bank ilovalari bo'lsa, xavfsizlikni kuchaytiring. Noma'lum havolalarni bosmaslikni ayting. Yana bir nozik masala pensiyani boshqa odam olib berishi. Ba'zi pensionerlar yoshi katta, kasal yoki yurishga qiynaladi. Farzandi yoki qarindoshi kartani olib pulni yechib beradi. Bu hayotda bor holat. Lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan ehtiyot bo'lish kerak. Agar karta va pin kod bir necha odam qo'lida yuraversa, keyin pul qayerga ketganini aniqlash qiyin bo'ladi. Imkon bo'lsa, rasmiy ishonchnoma, bankdagi qonuniy vakillik yoki uyga yetkazib berish kabi tartiblarni o'rganing. Har bir oilada hisob-kitob ochiq bo'lsin. Pensionerning puli pensionerning ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. Pensiya kechiksa nima qilish kerak? Birinchi qadam vahima qilmaslik. Avval bank kartangizni tekshiring. Karta faolmi, muddati tugamaganmi, hisob bloklanmaganmi? Ikkinchi qadam bankdan oxirgi tushumlar bo'yicha ma'lumot oling. Uchinchi qadam pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda shunchaki pul tushmadi deb aytish yetarli emas. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank karta rekvizitlari, telefon raqamingiz va oldingi to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni olib boring. Agar farzandingiz borayotgan bo'lsa, vakolat masalasini ham aniqlashtirib oling. Murojaat yozganda nimani ko'rsatish kerak? Men quyidagicha tavsiya qilaman. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, oxirgi to'lov qachon tushgani, qaysi oy uchun muammo borligi. Bank nomi va karta yoki hisob rekvizitlari bo'yicha umumiy ma'lumot.
Lekin arizada kartaning maxfiy kodlarini yozmang. Ariza mazmuni aniq bo'lsin. Menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oy uchun bank kartamga kelib tushmadi. Sababini aniqlab berishingizni va to'lov holati bo'yicha rasmiy ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, masala aniq ko'riladi. Agar pensiya miqdori kamaygan bo'lsa, darhol sababini so'rang. Ba'zida bu qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, ortiqcha to'lov aniqlangan bo'lsa, ba'zida texnik xato bo'lishi mumkin. Ba'zida esa fuqaroning maqomi o'zgargan bo'ladi. Masalan, qo'shimcha nafaqa olish uchun talab qilingan hujjat muddati tugagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma joyda pensiya kamayibdi degan mish-mishlarga ishonmang. Har bir odamning holati alohida. Sizning qo'shningizda bir sabab, sizda boshqa sabab bo'lishi mumkin. Agar pensiya oshishi kerak deb o'ylasangiz ham, dalilsiz talab qilish qiyin. Ish staji bo'yicha hujjatlar, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi haqida ma'lumot, harbiy xizmat, bolani parvarish qilgan davr. Ayrim imtiyozli davrlar, bularning hammasi qonunda qanday hisoblanishiga qarab ko'rib chiqiladi. Men shuni ko'p aytaman, eski hujjatlarni tashlab yubormang. Mehnat daftarchasi, ish joyidan berilgan buyruq nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, mukofot yoki unvonlar haqidagi hujjatlar, nogironlikka oid ma'lumotlar, bular kelajakda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Alohida e'tibor beriladigan yana bir holat, chet elga chiqish yoki uzoq muddat boshqa joyda yashash. Agar pensioner boshqa davlatga ketayotgan bo'lsa yoki uzoq muddat uyida bo'lmasa, pensiya to'lov tartibiga bu holat qanday ta'sir qilishini oldindan so'rash kerak. Har bir vaziyatda qoida turlicha bo'lishi mumkin. Eng yomoni hech kimga aytmay ketib, keyin to'lov to'xtadi yoki hujjat so'raldi deb hayron bo'lish. Oldindan murojaat qilsangiz, qaysi hujjat kerakligi, qanday tartibda davom ettirish mumkinligi tushuntiriladi. Yashash joyini o'zgartirganlar ham albatta tekshirtirsin. Masalan, pensioner Samarqanddan Toshkentga ko'chib keldi, lekin ro'yxat masalasi, pensiya ishi va bank filiali bo'yicha ma'lumotlar eski joyda qolgan. Dastlab pul tushaverishi mumkin, lekin keyin ma'lumotlar mos kelmaganda savollar paydo bo'ladi. Shu sabab yangi manzilga ko'chganingizdan keyin tegishli davlat xizmatlari, mahalla va pensiya jamg'armasi bo'limida ma'lumotlaringiz to'g'ri yangilanganini tekshiring. Praktik jihatdan bugun nima qilish kerak? Birinchidan, o'zingizning ID kartangiz yoki pasportingiz amal qilish muddatini tekshiring. Ikkinchidan, bank kartangizning muddati tugamaganini ko'ring. Uchinchidan, pensiya tushadigan bank hisob raqamingiz to'g'ri ekanini aniqlang. To'rtinchidan, oxirgi 3 oyda qancha pensiya tushganini yozib chiqing. Masalan, yanvarda 20 million 900 ming, fevralda 20 million 900 ming, martda 20 million 770 ming tushgan bo'lsa, demak o'zgarish bor va sababini so'rash kerak. 5-dan, mehnat daftarchangiz va eski hujjatlaringizni bir joyga jamlab qo'ying. Agar sizning ota-onangiz yoki buyingiz, bobongiz raqamli xizmatlardan foydalana olmasa, ularga yordam bering. Lekin yordam beraman deb ularning telefoniga kelgan kodlarni begonalarga bermang. Karta ma'lumotlarini suratga olib turli odamlarga yubormang. Agar rasmiy xizmatdan foydalanayotgan bo'lsangiz, faqat ishonchli manbalar orqali kiring. Noma'lum Telegram botlar, pensiya oshirish xizmati, kompensatsiya chiqarib beramiz, navbatsiz pul undirib beramiz degan e'lonlardan ehtiyot bo'ling. Davlat to'lovi va pensiya masalasi tanish bilish orqali emas, hujjat va qonuniy tartib orqali hal qilinadi. Men yana bir muhim narsani aytaman. Agar sizga pensiya jamg'armasidan yoki boshqa idoradan xat, SMS yoki ogohlantirish kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zan odamlar bu reklama bo'lsa kerak deb o'chirib yuboradi. Keyin esa hujjat topshirish muddati o'tib ketadi. Agar xabar tushunarsiz bo'lsa, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki tuman bo'limiga borib aniqlashtiring. Lekin xabardagi havola shubhali bo'lsa, bosmang. Eng to'g'ri yo'l rasmiy telefon raqamlari yoki rasmiy qabul orqali tekshirish. Murojaat qilganda xodim bilan tortishib, asabiylashishdan foyda yo'q. Siz o'z huquqingizni tinch, aniq va hujjat bilan talab qiling. Menga tushuntirib bering. Qaysi asosga ko'ra shunday bo'ldi? Qanday hujjat yetishmayapti? Qachon javob olaman degan savollarni bering. Agar og'zaki javob yetarli bo'lmasa, yozma murojaat qoldiring. Yozma murojaatda sana qabul qilgan tashkilot murojaat mazmuni va aloqa raqami bo'lishi kerak. Nusxasini yoki ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlab qo'ying. Agar siz pensiya tayinlanishi arafasida bo'lsangiz, bu ma'lumot sizga ham kerak.
pensiyaga chiqishdan oldin barcha hujjatni yig'ish kerak. ID karta yoki pasport, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, harbiy xizmatga oid hujjatlar, bolalar bilan bog'liq zarur hujjatlar. Imtiyozli ish sharoitida ishlagan bo'lsangiz buni tasdiqlovchi ma'lumotlar. Hujjatni oxirgi haftaga qoldirmang, chunki birgina arxiv ma'lumotnomasini olish ham vaqt talab qilishi mumkin. Yana shuni unutmang. Pensiya masalasida qo'shnim shunday qilibdi, falon odam aytdi, internetda ko'rdim degan gaplar har doim ham sizning holatingizga to'g'ri kelmaydi. Bir odamning ish staji 25 yil, boshqasining 40 yil. Bir de nogironlik bo'yicha imtiyoz bor, boshqasida yo'q. Birining hujjatlari to'liq, boshqasida arxiv ma'lumotnomasi yetishmaydi. Shuning uchun men ekspert sifatida har bir pensionerga shaxsiy holatini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Bugungi shoshilinch ogohlantirishning mazmuni shuki, pensiya to'lovi, bank kartasi, shaxsiy ma'lumotlar, hujjatlar va firibgarlik xavfsizligi bo'yicha beparvo bo'lmang. Agar hammasi joyida bo'lsa, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Agar muammo bo'lsa, uni erta aniqlasangiz, tezroq hal qilasiz. Eng yomoni oylar davomida kutib yurish. Keyin esa hujjat topilmay qolishi yoki muddatlar o'tib ketishi. Xulosa qilib aytaman, bugun pensionerlar uchun eng muhim vazifa o'z pensiyasi qayerdan, qachon, qancha va nima asosda tushayotganini bilish. Bank kartangizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. SMS kodini hech kimga aytmang. Pensiya kechiksa yoki miqdor o'zgarsa darhol rasmiy tartibda murojaat qiling. Shu oddiy qadamlar sizni ovora bo'lishdan, pul yo'qotishdan va firibgarlar tuzog'idan himoya qiladi. Agar sizda pensiya bo'yicha savol, kechikish, kamayish yoki hujjat muammosi bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu xabarni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun bitta odamga vaqtida yetib borgan ma'lumot uning bir oylik pensiyasini, asabini va vaqtini saqlab qolishi mumkin.